أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. o'zini bandalarini o'zaro jamiyat bo'lib yashashlikka buyurgan va bir-birlarini haqlarini botil yo'l bilan yeyishdan qaytargan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Va ummatini o'zaro muomalotlarida halol va harom yo'llarini ajratib, o'rgatib ketgan taqvodorlarning ustozi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga, ahli oilasiga va ashablariga salovat va salomlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bandalarini o'zaro mollarini botil bilan yeyishlikdan qaytarar ekan, u botil yo'llar qaysilar ekanligini bayon qildi. Qur'oni Karimda marhamat qiladiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afatan wattaqulloha la'allakum tuflihun. Ey iymon keltirgan mu'minlar, riboni bir necha barobar qilib yemanglar. Allohdan taqvo qilinglar, shoyat najot topsangizlar deydi. Allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Riboni yeydiganlar qabrlaridan faqat shayton urib jinni bo'lgan kishidek dovdirab turarlar. Bunday bo'lishi ularni tijorat ham riboga o'xshaydi-da deganlari uchundir. Va holbuki Alloh tijoratni halol, riboni harom qilgan. Kimki Robbidan ma'viza kelgandan so'ng to'xtasa, avvalgi o'tgan narsa uni o'ziga qoladi va ishi esa Allohga havola. Kim yana riboga qaytsa, ana o'shalar do'zax egalaridir. Ular unda abadiy qolurlar deydi. Bu oyatda Alloh taolo ribo yeyuvchi kishini ahvolini xabarini beradi. Ya'ni mahshar kuni qabrdan chiqarilganida shayton tekkan majnundek sarxush holda chiqadi. Bu uni holati og'irligidan hayron, muztar holda bo'ladi. Sababi ular ribo ham xuddi savdodek halolda deyishgan edi. Bu ularni o'ta johilligidan yoki o'ta qaysarliklaridan dalolat. Jabir roziyallohu anhu aytadi: La'ana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam akilar riba va mukilahu va shahidayhi va katibahu. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ribo yeyuvchini va yegizganni va guvoh bo'lganlarni va yozib berganlarni la'natladi deydi. Alloh taolo aytadi: Yamhaqullohu riba va yurbis sadaqat vallohu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Alloh riboni foydasini yo'qotadi, barakasini o'chiradi va sadaqalarni ziyoda qiladi. Va Alloh har bir kofir, gunohkorni yaxshi ko'rmaydi. Sudxo'r agar ihson qiladigan bo'lsa, unga ajr berilmaydi, balki jahannamga zahira qilinadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi: Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Ar-riba 70 huban, aysaruha an yankiha ar-rajulu ummuhu. Rasululloh aytdilarki, riboni jinoyatini 70 ta darajasi bor. Buni eng yengili kishi o'zini onasi bilan zino qilganning gunohi bo'ladi deydi. Endi ikki xil ribo bor. Biri riba fazl, ikkinchisi riba nasiya. Riba fazl ya'ni bir jinsli narsani ziyodasi bilan oldi-sotdi qilish. Masalan, 1 kilo bug'doyni 1,5 kilo yoki 2 kilo bug'doyga sotish yoki 1 gram tillani 2 gram tillaga sotish. Va bizni hozirgi kunimizda asosan ko'p uchraydigan sudxo'rlik foizga pul berish. Kredit ya'ni 1000 so'm beradi, 2000 qilib qaytaradi. Bular ribo fazl deyiladi. Ribo nasiya muddatni kechiktirish bilan bo'ladi. Masalan, bir muddatga qarz olasiz, berish vaqti kelganda uni berishga sizda imkoniyat bo'lmaydi-da, uni yana vaqt qo'shib berishligini so'raysiz. U rozi bo'ladi, faqat nima bilan? Yana ziyoda falon bir foiz berishligingiz bilan rozi bo'ladi. Masalan, oyiga 30% yoki 40% to'laysan deydi. Agar to'lay olmasangiz, har oyga o'sha prosentlari qo'shilaveradi. Shu ribo nasiya deyiladi. Bizlarda oxirgi paytda juda keng tarqaldi bu turlari.
kredit nomi ostida prosent bilan bo'lib to'lashga davlat tarafidan beriladi. Bu kreditda riboni 2 turi ham bor. Ya'ni bir muddatga pul beradi foizi bilan qaytarishga. Agar aytilgan muddatda qaytara olmasangiz, yana o'sha foiz qo'shilaveradi. Hozirda odamlarning ko'pi shunaqa bo'lib qarzlariga botib ketgan. Afsuslanarli joyi, bular bu sudxo'rliklarida domlalardan foydalanayotgani. Beradigan paytda halollab yo'l topib berishadi. Keyin odamlar qarzga botib, ishlari yurishmay, buni qaytarishga imkoniyatlari bo'lmay qolib, agar qarzlarini bera olmasa, yana o'shalar chiqib, qarzi bor odam go'sht yeyishga haqqi yo'q, qarzi bor odam asal yeyishga haqqi yo'q, qarzi bor odam falon qilishga haqqi yo'q deb o'sha qarzdorlarni qo'rqitadi. Yana o'shalarga zulm qilishlik uchun yo'l qilib berishyapti. Qarzdagi asl qodir bo'lmasa, muddatni cho'zish-ku aslida. Alloh taolo aytadi: "Va in kana zu usratin fa naziratun ila maysarah va an tasaddaqu khayrul lakum in kuntum ta'lamun." Agar nochor bo'lsalar, imkoniyat bo'lguncha kutib turing. Sadaqa qilsangiz o'zingiz uchun yaxshidir, agar bilsangiz deydi. Ya'ni ba'zisini kechib olsangiz yoki hammasini kechib olsangiz o'zingiz uchun yaxshi deyapti Alloh taolo. Va agar qarzdor imkoniyat qila olmay to'la olmasa, qarzini muddatini kechiktirish vojib bo'ladi. Shu oyatlar tursa, o'sha qarz berganlarga shu oyatni aytib, imkoniyat berishligi vojibligini tushuntirib, agar kechib olsa, yaxshi bo'lishligini aytishni o'rniga bechora xalqqa qarshi fatvo chiqarib berishyapti. Bu yerda qarzni bemalol sanab, bu qarzi bor insonlarga bir yo'l qilib berishlik emas, faqatgina bir adolatni talab qilish. Birinchi tomonni vojiblarini aytdingizmi, ikkinchi tomonni ham vojiblarini aytib qo'ying. Kuchlilardan qo'rqib, zaiflarga qarshi dalil keltirishdan Alloh saqlasin. Qarzdorlarga o'zi najot bersin. Sudxo'rlarga Alloh taolo o'zi kifoya qilsin.